Yaxshi uy olishingizda nima muhim bo'lsa, bu uyimizda hammasi mujassam ekan aziz o'rtoqlar. Video davomida gapirib o'tib ketaman, eslatib, bu asosiy kirush eshigimizga kirganimizda o'ng qo'lda bizning umumiy yuvinish xonamizda bor, ko'rsanglar bo'ladi. Juda ham chiroyli, avtorskiy ta'mirdan chiqqan. Yo'ligimizni ham ko'rsanglar bo'ladi. Juda ham kenggina stroyniy shkaflarimiz, katta oynali zonalarimiz bu yerda bizning mehmonxonamizni kutib oladi, ko'rsanglar bo'ladi. Televizor, yumshoq mebel, hamma sharoitlari qilingan. Bu yerda oshxona qismimizda bu uyimizning muhim joylaridan bittasi lokatsiyasi bo'ladi. Shottar Ustaveli yangi ta'mirdan chiqqan yangi yo'limiz. Bu yerda Trabanttilda ham bo'lmayapti hozirgi paytda. Juda ham chiroyli yo'l solib qo'yishgan. Ko'rsanglar bo'ladi. Uyimiz juda ham chiroyli ta'mirdan chiqqan. Planirovkasi ham juda ham zo'r. Yana muhim jihatlardan bittasi. Qavati ham juda ham zo'r, 10-qavatda. Bu kattalar yotoqxonasi, 2 kishilik kravat, hamma sharoitlar qilingan. Bu yerda yosh bolalar yotoqxonamiz bor, 2 kishilik alohida kravatlari, dars qilish uchun stol-stullarni ham qo'yishgan. Master yotoqxonamizni ham ko'ramiz. Juda ham keng, o'zini balkon qismlariga ega, ko'rsanglar bo'ladi. Shinamgina, kattagina bizani master yotoqxonamiz, o'zini alohida yuvinish xonasi bor master yotoqxonamizni. Uyimizda 115 kvadratdan tashkil topgan, narxi keladigan bo'lsa 215 ming AQSh dollarida yana sunnatiga o'tib chiroyli narxlarda baraka ko'ramiz. Sizlar bilan Nodir uylar bo'ldi. Hammaga rahmat.